Assalomu alaykum. Demak, writing task 1 savol turlarini bugun ko'rib chiqamiz. Videoning maqsadi sizga writing savol turlarida, writing task 1 da nechta savol turi borligini o'rgatish va bu savol turlar qanaqa ko'rinishga egaligini sizga ko'rsatib o'tish bo'lar ekan. Demak, boshlaymiz. Savol turlar, nechta savol turi bor umumiy olganda deydigan bo'lsak, bizda writing task 1 da 5 xil savol turi bor. O'sha 5 xil savol turi asosan ikkiga bo'linadi. Bular birinchi, ikkinchi va uchinchi savollar. Bular bizda numbered graph deyiladi. They show and compare numbers. 4 bilan 5 bo'lsa, bizda show visuals of processes and maps. Ya'ni xarita yoki qanaqadir jarayonni vizual, ya'ni rasmini ko'rsatar ekan bizga. Xo'p, bizda demak birinchi savol turi trend graph, ikkinchisi comparative graph, uchinchisi multiple diagrams, to'rtinchisi process diagrams va beshinchisi maps bo'lar ekan. Xo'p, videoda ko'rib ketamiz bu savol turlarini bir-biridan nima farqi bor ekanligini. Tushunarli? Demak, birinchi savol turi bu trend graflar. Trend nima degani? Trend bizda vaqt bo'yicha o'zgaruvchi degan tarjimasi bor. Ya'ni vaqt bo'yicha o'zgaruvchi narsa bu trend. Vaqt bo'yicha biron narsa o'zgarishligi uchun bizda kamida ikkita yil bo'lishi kerak. Demak, 2 yil bo'lishi kerak ekan. Xo'p, trend graflar bizda 4 xil ko'rinishda keladi. Bular line graph, bar graph, pie chart va table. Demak, birinchi turi line graph. Line graph. Chiziqli graf degani. Nima uchun chiziqli graf? Chunki bu bizda biron bir qiymatni yoki sonni vaqt bo'yicha, mana pastda vaqtlar berilgan, vaqt bo'yicha o'zgarishini chiziq orqali ko'rsatganligi uchun bizda bu chiziqli graf deyilar ekan. Demak, bu chiziqli graf. Ikkinchisi bu bar graf. Nima uchun bar graf? Chunki bizda mana e'tibor bersanglar 2010-yil va 2014-yil. Bu yerda ham xuddi shunaqa biron bir ko'rsatkich vaqt bo'yicha o'zgargan. Bu yerda o'sgan. Demak, bu yerda o'sgan, bu yerda qotib qolgan, bu yerda tushgan, bu yerda o'sgan, bu yerda ham o'sgan. Tushundinglar? Demak, vaqt bo'yicha o'zgargan degani, demak, kamida 2 yil yoki 2 vaqt, oy ham bo'lishi mumkin. O'sha yerda o'sgan, tushgan yoki o'zgarmay qolgan ligini ko'rsatar ekan. Keyingisi bizda pie chart. Nima uchun pie? O'sha pie ko'rinishda bo'lganligi uchun. Bu yerda ham yillar bor. 2012-yil, 2013-yil, 2014-yil va 2015-yil. Misol uchun bizda mana deylik OS1, demak operating system 1 bizda deylik 2012-yilda 20%, 13-yilda 38%, 14-yilda 47% va 15-yilda 52%. Demak, e'tibor bersangiz, yildan yilga o'sib borgan. Bizda operating system 2 bo'lsa, 17%, 17%. Demak, birinchi 2 yil davomida o'zgarmagan. Keyingi, demak, 3-yilimizda bizda 2014-yilda 1% ga o'sgan va 15-yilda bu son qotib qolgan. Demak, bizda qotib qolgan 2 yilda o'sgan va yana qotib qolgan. Tushunarli? Demak, bu pie chartimiz bo'lar ekan. Keyingisi bizda table. Tableda ham xuddi shunaqa, tepada 2 yil berilgan. 1990 va 2000-yil, tepada berilganki 2035-yil. 2035-yilda 235 ta turibdi raqam va 2000-yilga bu 187 ga tushgan. 55 dan 100 emas ekan. 13580 ga ko'tarilgan. Birida qotib qolgan. 68 ida 88 ga ko'tarilgan. Va hokazo o'zgargan hamma joyda. Misol uchun bu yerda hammasi o'sibdi, ba'zida tushganlar ham bo'ladi. Demak, yildan yilga biron bir raqam, demak, o'sha numberlar o'zgarishi bu trend graflar bo'lar ekan. Nima uchun buni aytayapman? Chunki bizda comparative graflar ham bor. Comparative graflarni hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Bu comparative graflar, demak, comparative graflar ham xuddi shunaqa 4 xil ko'rinishda keladi. Bular line graph, bar graph, pie chart va table. Comparative graph bilan trend grafni asosiy farqi bu, comparative graphda bitta yil bo'ladi yoki da umuman yil bo'lmaydi. Demak, bitta yil bo'lishi yoki 2 yil umuman yil bo'lmasligi bizda nimani olib keladi? O'sdi, tushdi degan narsani ishlata olmaysiz. Misol uchun mana line graphda o'sdi, tushdi bo'lmaydi, chunki bu 2016-yil o'zida turibdi. Bu yerda 0 yoshdan 15 yoshgacha bo'lganlarning foizi,
16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlarning foizi. Demak, bu yerda где-то 15%, bu yerda 25% deylik. Endi 15 yoshdan 0 yoshdan 15 yoshgacha bo'lganlarning ko'rsatkichi o'sdi deb ayta olmaymiz. 15% da edi. 16 yoshdan 30 yoshgachalarniki bo'lsa, bularni foiziga qaraganda 10% ko'proq edi deymiz. Demak, e'tibor beringlar. Naryoqda biz o'sdi, tushdi, qotib qoldi degan so'z ishlatgan bo'lsak, bu yerda kamroq bo'ldi, bu yerda ko'proq bo'ldi, eng ko'pi bo'ldi, eng kami bo'ldi deb turib essayni yozib chiqarganmiz. Demak, birinchi turi line graph va comparative graphdagi line graphlar juda ham kamdan kam keladi. Tushadi, tushunarli. Juda ham kamdan kam, lekin tushishi mumkin, ehtimoli bor. Keyingisi bizda bar graf, e'tibor beringlar, yil berilmagan bizda. Demak, yil berilmagandan keyin bizda nima bo'lyapti? O'sdi tushdi deya olmaysiz. Chunki pastda yillar berilgan, bu yoqda bo'lsa ko'rsatkichlar. Demak, bought fresh coffee in last 4 weeks, bought instant coffee in last 4 weeks, went to a cafe for coffee or tea in last 4 weeks. Demak, bizda 4 ta ko'rsatkich, 3 ta ko'rsatkich bor ekan. Oxirgi 4 hafta davomida, ya'ni oxirgi 1 oy davomida demoqchi. Fresh coffee sotib oldi yoki instant coffee, bu o'sha tayyorlanadigan paketchada sotiladigan. Va bunisi kafega borganlarning nimasi ekan? Foizi ekan. Endi bu yerda o'sdi tushdi deya olmaymiz. Bu yerda eng ko'p foiz odam nima qildi? Kafega bordi deb ayta olamiz Sidneyda. Tushunarli? Eng kam odam bo'lsa nima qildi? O'sha fresh coffee sotib oldi deb ayta olar ekanmiz. Tushunarli? Ya'ni eng kam, eng ko'p, bu bundan buncha kam, buncha ko'p deb ayta olamiz, lekin o'sdi tushdi deb gapira olmaymiz. Keyingisi bizda pie chartlar. Demak, pie chartlar ham xuddi shunaqa, e'tibor beringlar, yil berilmagan bizda, faqat bizda o'sha moddalar berilgan, moddalar, demak, sodium, saturated fat and added sugar va 4 ta modda berilgan bizda. Shu moddalar demak, 4 ta modda demak, 4 xil yeydigan ovqatingizda, breakfast, dinner, snacks, lunchda tepadagi o'sha moddalar necha foizdan borligini ko'rsatgan ekan. Xo'p, demak, bu yerda ham demak, deylik, eng ko'p sodiumni biz dinnerda olar ekanmiz deymiz, misol uchun. Eng kamini bo'lsa, snacklardan olar ekanmiz. Tushunarli? Shunga o'xshagan nima deydi, language, ya'ni so'z boyligi yoki grammatika ishlatishingiz kerak bo'lar ekan. Keyingisi bizda table. E'tibor beramiz, bizda o'sha domestic use, industry, agriculture. Demak, suvni har xil maqsadlarda ishlatilishi, uyda ishlatilishi, industriyada ishlatilishi va dehqonchilikda ishlatilishi. Misol uchun Yegiptga qaraydigan bo'lsak, bizda eng ko'pi agriculture uchun ketgan ekan. Eng kami bo'lsa domestic use uchun. Tushunarli? Misol uchun shu narsa Kanadada industriyalar uchun eng ko'pi ketgan, agriculture uchun bo'lsa eng kami ketgan. Tushunarli? Mana eng kami, eng ko'pi deb aytadigan bo'lsak, demak, shunaqa language ishlatar ekanmiz. Lekin bu yerda ham eslatib o'taman, o'sdi, tushdi yoki qotib qoldi degan languagelarni ishlatmaymiz. Chunki bu narsani ajratib olganingizdan keyin o'sha sentence strukturalarni ham shunga qarab yozar ekansiz. Keyingi savol turi bizda multiple diagrams. Multiple diagramlar uncha qiyin emas, agar siz trend graflar bilan comparative graflarni yaxshilab o'rganib chiqqan bo'lsangiz. Demak, bizda multiple diagramlar bor, combination of first and second question types. Demak, bizda o'sha table bilan pie chart tushishi mumkin, table, pie chart. Yoki bizda bar graf bilan table tushishi mumkin, pie chart bilan bar graf tushishi mumkin, bar graf bilan line graf tushishi mumkin, pie chart bilan line graf tushishi mumkin, table bilan line graf tushishi mumkin va hokazo. Tushunarli? Demak, hammasini deylik, narigi ikkita turni o'rganib olganingizdan keyin bunga alohida esse yozasiz, bunga alohida esse yozasiz. Tushunarli? Demak, bunga alohida esse yozasiz va bunga alohida esse yozasiz. Pie chartga alohida, line grafga alohida. Hammasida shunaqa ko'rsatib o'tganlarimda. Keyingisi bizda processlar. Demak, processlar qanaqa turlarga bo'linadi savol turlariga. Processlar bizda asosan 4 xil savol turiga bo'linadi. Bular natural processes, man-made processes, diagrams va mixed. Demak, bularning nima farqi borligini sizlarga tushuntirib o'taman. Demak, birinchisi bizda natural processes. Natural processlar qachon ishlatiladi? Natural processlar bizda
o'sha ya'ni graf ham bunaqa ko'rinishda bo'ladi. O'zi biron bir narsa bo'lsa, misol uchun qurbaqa o'zi tug'iladi, o'zi katta bo'ladi. Oxiri o'sha o'zi nima deydi, mana shunaqa shaklga keladi. Tushunarli? O'zi katta bo'ladi. Uni odam olib turib kattalashtirmaydi. Endi bizda boshqa turdagi proseslar bor. Bular man-made proseslar bo'lar ekan. Man-made proseslarda misol uchun baliq o'zini o'zi tutmaydi. O'zini o'zi portga olib bormaydi. O'zini o'zi muzlatmaydi. Nima bo'lyapti? Bu yerda odamlar tutyapti, ularni transport qilishyapti, ularni muzlatishyapti va hokazo steplarning hammasini odam aralashuvi bilan qilinayotganligi uchun bizda demak man-made process deyilar ekan. Endi bu ikkitasi nima farqi bor? Bunda ko'pincha aksar holatda present simple active voice ishlatiladigan bo'lsa, bunda present simple passive voice ishlatiladi, esingizda tursin. Passive voice ishlatilishi kerak bo'lar ekan. Agar siz active voice ishlatadigan bo'lsangiz, essayingizda juda katta xato qilayotgan bo'lasiz. Bu yerda demak jarayon, nimandir jarayoni ko'rsatilgan bo'lsa, e'tibor beramiz. Bu yerda deylik, o'zi katta bo'lyapti. Bu yerda baliq qanaqa qilib tutib o'sha do'konlargacha olib borilishi holati ko'rsatilgan bo'lsa, keyingi savol turadi, diagrammalarda nima qanaqa qilib ishlashini tushuntirib berishingiz kerak bo'lar ekan. Bu yerda passiv bilan aktivni aralashuvi ko'pincha o'sha bir-biriga teng bo'lib qoladi. Janoq katta farq qilmaydi. Demak, bu yerda qanaqa nima ishlashini tushuntirib berishingiz kerak. Demak, hydroelectric power station, demak o'sha gidroelektrический nima deydi? Elektrostansiyasi bo'lar ekan. Demak, o'sha elektrostansiyani qanaqa qilib ish faoliyatini olib borishini siz tushuntirib berishingiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi bizda mixed bilan man-made ni, demak, mixed degani bizda o'sha natural process bilan man-made processni aralashuvi, demak, o'sha asallarlar o'zi o'sha nektarlarni yig'adi, o'zi olib keladi, o'zi o'sha asal qiladi va hokazo qiladi va bu yerda o'sha odam aralashuvi ketyapti va bu yerda qanaqa qilib odamlar o'sha asalni ajratib o'sha proses qilishini ko'rsatishyapti. Demak, deylik, mana bu yergacha 4 ta birinchi proses bizda o'sha natural process bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdagisi bizda man-made process kirib ketar ekan va shu yerda siz active voice present simple ishlatsangiz, passive voice present simple bu yoqda ishlatar ekansiz. Keyingisi bizda map savol turlari. Demak, map savol turlari bizda asosan ko'rib turgan featurelarga qarab bo'linadi. Nima uchun bunaqa bo'lib chiqqanini sizlarga tushuntiraman hozir. Yaxshilab e'tibor beringlar. O'zi aslida qiyin emas. Demak, bizda past, present future va past savol turlari bo'ladigan bo'lsa, bizda language shunga qarab ishlatilinadi. Tushunarli? Bu bizda tenselarni ishlatishga yordam beradi. Demak, bular tenselar. Tushunarli? Xo'p, comparative graphlar bu o'zi alohida bitta tur. Bunga o'sha ishlatiladigan so'zlari ham, language ham sal boshqacharoq bo'ladi. Bizda mana bu 3 tasi bo'lsa, vocabularyga javob beradi. Demak, bizda agar mana bunaqa savol turlari tushsa, tense deb bunaqa yozasiz deyman. Agar mana bunaqa turdagi savollar tushadigan bo'lsa, siz mana bunaqa vocabulary ishlatishingiz kerak demoqchiman. Comparative graphlar bo'lsa, pastdagi ikkalasiga ham o'xshamaydi, sal boshqacharoq bo'lar ekan. Buni ham ko'rsatib o'taman. Bugun qaytarib o'tamiz. Bularni qanaqa qilib yozish emas, sizlarga turlarni o'rgatib olish faqat maqsad. Ajrata olishingizga yordam berish. Demak, birinchisi bizda past. Nima uchun past deyilyapti? 2009-yil va 2010-yil. Ikkala yil ham o'tgan zamonda bo'lgandan keyin siz o'tgan zamonda tasvirlaysiz buni va o'tgan zamondagi o'zgarishlarni yoritib berishingiz kerak bo'lgan. Demak, bizda faqatgina o'tgan zamon ishlatilinadi. Xo'p, keyingisi bizda demak 2005-yil o'tgan zamon, present day hozirgi zamon bo'lar ekan. Demak, bizda o'tgan zamonda qanaqa ko'rinishda bo'lgan past simple ishlatasiz va present simple da siz qanaqa o'zgardi ko'proq bunga present zamonlarni ishlatar ekansiz. Demak, present simple, present perfect bo'ladimi? Demak, present zamonni ishlatar ekansiz. Demak, bu yerda o'sha ikki xil zamon ishlatishingiz kerak. Tushunarli? Keyingisi bizda demak present now deb qo'ygan va development plan, ya'ni kelajakdagi rejalashtirayotgan bizda o'sha plan ekan. Xo'p, demak bu planda e'tibor beringlar, yaxshilab. Demak, bu yerda present simple ishlatilinsa, Xo'p, bu yerda present simple ishlatiladigan bo'lsa, bu yoqda o'sha future, kelasi zamonni bildiradigan so'zlar, frazalar va zamonlardan foydalanishingiz kerak bo'lar ekan. Tushunarli? Ya'ni vaqtlarni moslashtirib yozishingiz kerak bo'lar ekan. Hozirda mana bu yerda mana bor deysiz,
kelajakda mana bunaqa bo'ladi deb aytishingiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi bizda comparative. Comparative nima farqi bor? Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana bundan oldingisi hammasida ikkalasi ham bitta bino, faqat ikki xil vaqtda. Ya'ni bitta bino ikki xil vaqtda. Bitta bino ikki xil vaqtda. Bu yerda bo'lsa bitta vaqtda ikkita bino. Solishtiramiz. Demak, typical Japanese office, typical American office. Demak, odatiy Yapon ofisi va odatiy Amerika ofisi. Ko'rib turganinglardek, bizda o'sha o'zgardi demaymiz. Mana Yapon ofisi qanaqaligini va Amerika ofisi qanaqaligini tasvirlab berishimiz kerak bo'lar ekan. Bu yerda zamoni ham ozgina boshqacharoq bo'ladi va demak ishlatiladigan so'zlar ham ozgina farq qilar ekan tepadagi 3 taga qaraganda. Endi bizda o'sha so'z boyliklari bo'yicha deydigan bo'lsangiz, bizda indoor narsalar bor. Demak, uyni ichidagi narsalar o'zgarsa, demak boshqacharoq so'zlar ishlatasizlar. Tushunarli? Daraxt kesildi, chopildi degan narsa ishlatmaysizlar, chunki bu yerda daraxt o'zi yo'q. Tushunarli? Outdoor bo'ladigan bo'lsa, bu yerda nima qilar ekansizlar? O'sha daraxtlar bor, yaxshilab e'tibor bersanglar, mana bu yerda yo'l qurilyapti, qanaqadir deylik, yangi yo'l o'tkazilinishi kerak, tushunarli? O'sha narsalarning hammasini tasvirlaganligingiz uchun ham sizda bu yerda language, ya'ni o'sha vocabularyda o'zgarish katta bo'lar ekan. Va bizda o'sha before afterligi bor, o'sha outdoor bor bunda asosan. Before after nisbatan oson. Buni o'sha past bilan deyarli bir xil qilib yozsangiz bo'laverar ekan. Xo'p, uzr bo'ldi, before after yozilmay qolgan ekan. Demak, bu originalni olmagandim, chunki originalni ko'rsanglar, Cambridge kitoblarida bor. Mana today nimani o'rniga before after deb yozilgan. Boshqacharoq, lekin adashmasam shunga o'xshash edi. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan biz savol turlarini ko'rib chiqdik. Asosan savol turlarini ko'rdik. Writing task 1 dagi savol turlarini biz qanaqa yozishga adres qilmadik hali, ya'ni ko'rib chiqmadik. Faqatgina yozishlarni o'zini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ya'ni farqlarini o'zini ko'rib chiqamiz, yozishni ko'rib chiqmadik. Xudo xolasa kelajakda yana darslar qilamiz. Har bitta savol turiga qanaqa so'z, qanaqa vocabulary ishlash kerak va qanaqa qilib praktika qilishlar kerakligini sizlarga bitta xudo xolasa tushuntirib berishga harakat qilaman. Rahmat, charchamanglar, sog' bo'linglar. O'zinglarni asranglar. Xo'p.